Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi yangi videoni boshlaymiz. Xudo xolasa biz do'konimizga kelsanglar, trade-in barter mavjud. Masalan, iPhone 6 telefoninglar bo'lsa, masalan, Honor kerak desanglar, alishtirib ketsanglar bo'ladi. Faqat do'kon kelgan holatda trading xizmati mavjud. Do'konimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xudo xolasa undan boshladik. Birinchi ko'rsatilgan telefonimiz sizlarga zo'r telefonlarni boshlab beraylik ko'rsatishlari. Legendariy telefonlardan Xiaomi 13T telefonimiz tana holatda 8+4 256 xotiraga PUBG'dan bir FS edi. Ishlashlari chotki, narxini sizlarga $310 beramiz. Keyingi modelimiz LG Velvet telefonimiz 1.550 ming so'mga tana holatda 8+128 xotiraga ishlashlari xudo xolasa chotki, PUBG'dan 45 FS edi. Samsung Galaxy A32 5G miz O'zbekistonda ishlamagan varianti, Koreyadan keyin mekan o'tkazilgan xolos, narxi $100, 4.128 xotiraga ega bo'ladi. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy A32 modelimiz 1.50 ming so'mga 464 xotiraga ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Samsung Galaxy A51 miz 4G podeshka qilingan, xudo xolasa mazza ishlatasizlar. Narxi 1 million so'm qilib beramiz. 464 GB xotiraga ishlashlari chotki. Shu kichkina telefonimizda PUBG'da 60 FPS ekranni o'zi 800 ming so'm, ekranni necha qimmatroq qolyapsizlar xolos. Poco X3 Pro'imiz 6.28 talik korobka dokumentlar bor holatda 1.150 ming so'mga Poco X3 Pro PUBG 60 FPS игровой telefonlardan hisoblanadi. Keyingi modelimiz Honor X7A Plus modelimiz 1.150 ming so'mga 6.28 xotiraga korobka dokumentlari bor. Samsung Galaxy A14 modelimiz 464 xotiraga korobka dokumentlar bor, ishlashlari chotki bo'lgan holatda narxi 1.50 ming so'mdan. Samsung Galaxy A05s modelimiz narxi 1.50 ming so'm, yangi model hisoblanadi. 4.28 xotiraga 5 korobka holatda do'kon tomonidan garantiya beriladi. Samsung Galaxy A51 5G miz 1.150 ming so'mga 6.28 xotiraga ishlashlari chotki, xudo xolasa ekranlari ham toza holatda mazza ishlatasizlar. 5G podeshka qiladi, yarim telefonlarni hisoblanadi. 1.300 ming so'mdan 8256 xotiraga ishlashlari chotki bo'lgan holatda Redmi 14C'larimiz full komplekt holatda ishlashlari chotki, xudo xolasa Redmi 14C'da yangilari ham bor, 1 yil garantiyali yangi Redmi 14C'larimiz ham bor. 8256 xotiraga ishlashlari chotki, garantiyali, xudo xolasa ayb nuqsonsiz vazirati ham bor. Narxini sizlar $120 dan Redmi 14C'lar qilib beramiz. Xudo xolasa $120 dan 8256 talik Redmi 14C yo'q hech qayerda, xudo xolasa bemalol surishtirib qo'yaverasizlar. Keyingi modelimiz Redmi Note 13 6.28 talik holatda chotki holatda korobka dokumentlari bor, narxi 1.550 ming so'mga. Xiaomi 10T so'raganlar tinig'ini olib kelib qo'ydi, 2.100 ming so'mga tana holatga o'tkazilgan avodolarni tiniq korobka dokumentlari ham xudo xolasa mazza ishlatasizlar. PUBG 90 FPS telefon hisoblanadi. 16 Pro Max Premium kopiyalarimiz ham bor. Mana naval ko'rib turibsizlar, dizaynlarini birga-bir chiqqan bular 16 Pro Max'larning ishlashlari chotki 8.512 xotiraga yangi patchga boradi, xudo xolasa. Pulga arziydi. Narxini sizlar $180 sotib turdik. Skidka qilib $160 dan qilib beramiz. Liboy joyda premium kopiya sotishyapti. $200 sotishyapti. Ashlarkan Liboyni belashtirib olamiz. Ashlarkan hammasidan kuchli, xudo xolasa. Chunki o'zimiz tekshirib olib kelganmiz. Hammasida masalan hamma joyligini oldik. Eng zo'rini olganmiz. Qolgan sheylarga masalan sotakanlardan kopiyalarda bu eng kuchligi ekan. Xitoyda ham, masalan Dubayda ham eng kuchligi shu. Narxlariga kelsa Xiaomi 11T lar keldi. Mana ko'p tushlar holatda chotki holatda. Ishlashlari ham chotki. PUBG 90 FPS yurgan telefonlardan Pro'si ham bor. Narxlari sizlarga 1.950 ming so'mdan boshlab 2.300 ming so'mga Xiaomi 11T Pro'larimiz. Masalan, eng zo'r telefonlardan hisoblanadi, chunki bular ishlashi o'ta plavniy hisoblanadi. 5000 mAh batareyka bo'ladi. Xiaomi 12T Pro $250 ga 8256 xotiraga ishlashlari chotki, PUBG 90 FPS. Keyin GT20 Pro so'rayotdinglar mana. Arzonchisi bor buni. Sababi shu yerda dars ketgan joyi bor, shu yerda siniq tushgan joyi bor. Lekin ishlashga maslahat bermayman, ko'ribsizlar, shu yerda dars ketgan. Shuni hisobga narxi $190. Lekin mesela 100 ming 200 ming so'mga alishtirib beradi. Masalan, alishtirib beraveramiz kelishib qolsak, lekin ziyon yo'nasi oddiy sensor xolos, shuning uchun narxi arzon. Redmi 9 785 ming so'mga 4.128 xotiraga ishlashlari chotki. Honor'dan 90 Lite modelimiz 8256 xotiraga ishlashlari chotki bo'lgan holatda narxini sizlarga $100 qilib beramiz.
Redmi 9A'larimiz kelgan 500 ming so'mdan 332 GB xotiraga 5000 mAh batareyka aloqadan muammo ko'rmaysiz bu telefonga. Masalan, uy bobrasi xo'jalik bo'lib telefon hisoblanadi. Juda ko'p ketadigan telefonlarda Redmi 9A'lar sekin ishlashiga qaramay, lekin masalan ishlayveradi. Puli ham arzon keyin. Redmi Note 8 Pro 1.150 ming so'mga 6.28 talik korobka dokumenti bor, holati tinig'i, xudo xolasa ekranlar radnoydan keyin. Redmi Note 8 Pro igrovoy telefon hisoblanadi. Hop, Samsung Galaxy A13'imiz bor. Ishlashlari xudo xolasa cho'tlik. Xotiralari 332 talik, narxi 600 ming so'mga. Redmi 8'imiz 464 talik, ishlashlari cho'tga bo'lgan holat, narxi 550 ming so'mga. Infinix Smart 8 atiga 950 ming so'mga, ishlashlari cho'tki, yangidek turibdi. Salafallarigacha bor, xudo xolasa bonuslarni qilib beramiz. Yangidek zaryadchilarga hech qanday ishlatilmagan holatda 950 ming so'mga 128 talik telefon. Redmi 9 da 550 ming so'mga 128 talik telefon. Sababi shu yerda dars ketgan joyi bor oynasida. Shuncha arzon. 550 ming so'm, lekin 128 telefon arziydi. Hop, Redmi A2 Plus'imiz bor. 464 talik, 364 talik bo'ladi. Korobka dokumentlar bor, narxi 650 ming so'mga. iPhone 6 bor, mana ko'rsizlar. 400 ming so'mga bezyemak holatda, 120 64 GB xotiraga ega. iPhone 7 Plus'larimiz ham bor. 32 talik, 128 talik xotiraga egalari bor. Mana xudo xolasa holatlari yaxshi holatda iPhone 7 Plus'larimiz. Davrning zo'r telefonlardan hisoblanadi, legendar telefonlardan hisoblanadi. Xo'p, sizlarga narxini 950 ming so'mdan boshlab 1.300 ming so'mga chiqarib beramiz. Xotirasi, holatiga qarab narxlari o'zgaradi. Ixcham kuchli telefon so'raganlarga atiga 185 dollarga iPhone 12 minimiz kelgan, 75 o'ngista 64 GB xotiraga. Holatlar tiniq holatda xudo xolasa mazza ishlatasizlar. Ixcham qaranglar, mana kichikgina telefon, mazza ishlatadigan telefon hisoblanadi lekin. iPhone ga o'xshab chiqdi. O'zbekiston gerbli telefon, narxi 700 ming so'm, 464 GB xotiraga, xudo xolasa korobka dokumentlari bor. iPhone 8 Plus so'raganlar iPhone 8 Plus olib kelib qo'ydik. Xo'p, narxini sizlarga 100 dollar qilib beramiz. Xudo xolasa ishlashlari cho'tki holatda, mana ko'rsizlar, korobka dokumentlari bo'lishi kerak. 164 talik. SE yaxshi holatda, xudo xolasa oq kechkasi alishgan, narxi 1.400 ming so'mga. Keyingi iPhone SE'miz, buni hop nimasi atpechatga ishlamaydi, shuning uchun narxi arzon 1.200 ming so'mga iPhone SE. Endi SE'ning ham tinig'i bor, sizlarga mana oppo variant, oppo mana SE'ning tinig'i ko'rsizlar. Holat ko'rsizlar. Tiniq holatda 82 o'ngista 64 talik, narxini sizlarga 1.5 million so'm qilib beramiz. Holatiga arziydi xudo xolasa. Hop, XS'da o'ta tinig'i kelib qolgan 82 o'ngista 256 GB xotiraga ko'rsizlar holatlarni. Narxini 180 dollar qilib beramiz. Narx qimmatlik sababi o'ta tiniq holatda, kami 256 talik, o'ngisi ham 82 o'ngista. Hech qayeri ochilmagan, usta ko'rmagan telefon xudo xolasa. Keyingisi iPhone XR 80 o'ngista 128 GB xotiraga, narxi 170 dollarga. iPhone XS 76 o'ngista 256 GB xotiraga, narxi 1.800 ming so'm. Sal pal uringan joylar bor, lekin xudo xolasa Face ID turli hamma funksiyalar ishlaydi. 180 dollarga iPhone 11 hamma joy radni, shu yergacha silingan joyi bor. 75 o'ngista 64 GB xotiraga. 215 dollarga 86 o'ngista 128 GB xotiraga ega, korobka dokumentlari bor holatda. Shu yergacha petnochasi bor, narxi shuning uchun 215 dollar. iPhone 11 tinig'i 86 o'ngista 64 GB xotiraga, ishlashlari cho'tki, narxi 235 dollar. 84 o'ngista 128 GB xotiraga iPhone 11'miz holatda holatda Face ID turli hamma funksiyalari ishlaydi. Ikkita sim kartalik, bitta sim ekrani o'tgan, bittasini o'tib olsalar bo'laveradi. Narxini sizlarga 220 dollar qilib beramiz iPhone 11. 11 Pro 76 o'ngista 64 GB xotiraga ishlashar cho'tki bo'lgan holatda, hamma joy radni ustida ko'rmagan, narxi 220 dollar. Keyingi iPhone 11 Pro'miz 81 o'ngista 64 GB xotiraga ishlashlari cho'tki, narxini sizlarga 245 dollar qilib beramiz.
11 Pro'miz bor. 80 yongsi 64 talik, narxi $235 dan tanlab olish iPhone 11 Pro'lar. Xudo xolasa mazashlatadi. Face ID turtoq hamma funksiyalar ishlaydi. O XS Max yomon keldi. 80 yongsida 256 ga xotiraga ishlashlar. Chotga bo'lgan holatda narxlarga oxirgi narxlarni $210 qilib beramiz. iPhone Pro Max $290 ga, 84 yongsida 64 GB xotiraga, korobka dokumentgacha bor, holatlar A+ ning kategoriyada, hamma joy radno. 82 yongsida 256 GB xotiraga iPhone Pro Maximiz narxlariga $300 qilib beramiz. iPhone 12 miz bor, $245 ga, 76 yongsida 128 GB xotiraga. $230 ga iPhone 2, 76 yongsida 64 GB xotiraga. iPhone 2 Pro 76 yongsida 128 GB xotiraga, ozmuncha shilgan joylar bor, abudolarda. Ashni hisobiga $250. Xudo xolasa ekran radno holatda. iPhone 3 100 yongsida 128 GB xotiraga, 6 shishasi, displey alishgan uchun narxi $285. iPhone 3. Keyingi modellarimiz iPhone 14 Pro. Holat chotki holatda, ishlashlari vashi dahshat. Yongsi 89, 128 GB xotiraga. Holati tiniq holatda, narxini sizlarga $560 beramiz. Telefonimiz iPhone 3 Pro'larimiz bor, 2 dona. Bittasi 89 yongsida 128 talik, $470 ga. Holat chotki holat, ishlashlari ham chotki, xudo xolasa hamma joylarda Face ID turtoqlar ishlaydi. Masalan, keyingisi 86 yongsida 128 GB xotiraga, bunisi ikkita sim kartali Z regionda. Narxini $460 ga, $470 ga beramiz. Ishlashlari chotki, xudo xolasa iPhone 3 Pro'lar, iPhone'lar legendarniy vakili hisoblanadi. S22 Ultralarimiz bor, mana ko'rib turibsizlar, holatlar chotki holatda $405 dan tanlab olishga xohlagan ranglardan bor. Keyin yevrosini so'rayotganlar. Arzonroq yevrosidan olib kelib qo'ydik. S22 Ultra'ning yevro korobka dokumentli varianti, narxi ham arzonroq, $435 ga. Sababi abadolar yaxshi. Bilinmas, soyachasi bor, bilinmas, lekin buni ziyon yo'q, xolos, bunisiga garantiya beramiz, lekin $435 ga S22 Ultra yevro varianti, ikkita sim kartaligi. S20larimiz ham bor, xudo xolasa maza ishlatadigan holatda, narxlarni sizlarga $165 dan boshlab $210 gacha S20larimiz beramiz. PUBG 90 FPS ushlagan telefon, oqidan ham bor, xudo xolasa. Qolgan ranglardan bor. Samsung A82 5G miz $150 ga tiniq varianti qo'yganman, 6 ga 128 talik. Xudo xolasa ishlashlari chotki, ekranlari toza holatda. Ancha narxlar ko'tarilib qolyapti degan bo'lsanglar, sababi o'sha imekalar $50, $100 ga qilinyapti. Oldi masalan arzon bo'lardi, imekalar hozir o'ta ko'tarilib ketdi, narx-navolar shuni hisobiga. Narxlar ko'tarilyapti kundan kunga. S21 Ultra'miz $285 ga orqa kirishkasi alishganimiz uchun juda arzon narxda S21 Ultra koreyskiy variantda. Lekin qo'yin joy. Hop, 300 Hop, keyingi modelimiz yevro variantda $360 ga holati tiniq bo'lgan S21 Ultra yevroyimiz. Korobka dokumentlari bor, $360 ga S21 Ultra yevro. Note 20 Ultra yevromiz bor, $340 ga. 8256 talik variant, kamdan kam keladi, 256 talik, narxi shuning uchun qimmatroq. $295 koreyskiy variant 12 256 talik bo'ladi. Ishlashlari chotki, xudo xolasa maza ishlatasizlar. S22 Plus'imiz $280 ga. Holatlar chotki A+ kategoriyada desa bo'laveradi, holatlar tiniq holatda, mana ko'rib turibsizlar holatlarni. S22 Plus'imiz $285 ga. S21 Plus'imiz $245 ga, 8256 talik varianti. Honor'dan X9C'miz $250 ga, 8+8 256 ga xotiraga, korobka dokument full komplet zaryadchilargacha xudo pulga arziydi. XL'larda noyob modellardan, rangi chiroylilardan, neobishnilarni so'raganlarga mana XL'larni olib kelib qo'ydik. Chotki holatda mana 82 yongsida 128 GB xotiraga ikkovi ham. Bunisi bitta sim kartali, bunisi ikkita sim kartali. Narxi $180 ga, $190 beramiz. Xudo xolasa XL'lar 11 bilan bir xil ishlaydigan kategoriyada telefon hisoblanadi. Shuning uchun narxlari hech tushmaydi.
S20 plusimiz ham bor. Holat chotki holatda narxi 210 dollar, 12 plus 8 256 kW xotiraga ega bo'ladi. Samsung Note 10 so'rayotganlar, sizlarga Note 10 o'ta tinig'ini olib kelib qo'ydik. Qorasi bor, qorasi 160 150 dollarga chiqadi qorasi. Bu neobishniy rangi hali bilsanglar, tovlanadigan, yemak rangi tovlanadigan rangi narxi 165 dollarga, holat tiniq holatda. S21 euro so'raganlarga 8256 talik keldi. Holatlar chotki holatda. Shu yerda ozmas shilingan joyi bor. Mana ko'rdingizlar. Lekin 230 dollarga S21 euro yo'q, chunki bularda ildizi yo'q keladigan joyi. S21 kadi eskimiz 190 dollarga. S21 plus o'ta tinig'i 215 dollarga. S21 o'zi 215 dollar o'ta tiniqligi uchun. Samsung Galaxy S10 Plus'imiz bor. 170 dollarga, ikkita sim kartalar euro varianti. 8.8 talik bo'ladi. S10 5G'imiz 175 dollarga, 8256 kW xotiraga ishlashlar turtki holatda. S10 Plus, S10 5G'imiz yana 8256 da holatda chotki Plus desa bo'ladi, holatda, ideal holatda. Hamma joylarni qilingan paytgacha 180 dollarga. O'ta tinig'i esa 185 dollarga S10 5G'da. Bu ham bir xil xotirasi. Keyin arzonchisi 160 dollarga. Oqqa kirishgasi alishgan uchun 180 dollarga S10 5G. 160 dollarga S10 5G. 8512 talik S10 5G. Bu ham holatda tiniq holatda, narxi 190 dollarga S10 5G. Yani kimga yana qanaqa telefon kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa o'zimizda bo'lmasa sheylar telefonlarni ko'rsatib naqlaveramiz. Xudo xolasa kelishaveramiz, arzon narxda chiqarib beramiz, O'zbekistonga dastavka qilib beramiz. Buna telefon holati qarab 200-300 ming so'm atrofida zaklab tashlab bersanglar, qolgan to'lovni qo'lidagi oynani to'liq qilsanglar bo'laveradi, xudo xolasa.